nozimstudio.com mega portal. Bu 5 kunlik hayotda ikki ko'zim hayratda, uyalmasdan uyatda qolganlarni ko'rdim men. Yengilib ba'zan yovsiz qolib birov qarovsiz, hatto cho'qsiz olovsiz yonganlarni ko'rdim men. Bu 5 kunlik hayotda ikki ko'zim hayratda, uyalmasdan uyatda qolganlarni ko'rdim men. Yengilib ba'zan yovsiz qolib birov qarovsiz, hatto cho'qsiz olovsiz yonganlarni ko'rdim men. Nohaqlarning yonini, bechoraning molini, jon deb turib jonini olganlarni ko'rdim men. Amal qilmay diniga, bir martamas kuniga, shaytonlarni diliga solganlarni ko'rdim men. Bu 5 kunlik hayotda ikki ko'zim hayratda, uyalmasdan uyatda qolganlarni ko'rdim men. Yengilib ba'zan yovsiz qolib birov qarovsiz, hatto cho'qsiz olovsiz yonganlarni ko'rdim men. Begona bilan yotgan, balchiqqa beldan botgan, hatto badanin sotgan arzonlarni ko'rdim men. O'zga yurtlarda yurgan, qaytib kelolmay turgan, peshonasiga urgan sarsonlarni ko'rdim men. Bu 5 kunlik hayotda ikki ko'zim hayratda, uyalmasdan uyatda qolganlarni ko'rdim men. Yengilib ba'zan yovsiz qolib birov qarovsiz, hatto cho'qsiz olovsiz yonganlarni ko'rdim men. nozimstudio.com İçib yürgen, içib otasini urgan, ikki oyog'ida yurgan hayvonlarni ko'rdim men. Haqiqat so'z aytganda, qilganida attangda, bolasidan qaytganda vayronlarni ko'rdim men. Bu 5 kunlik hayotda ikki ko'zim hayratda, uyalmasdan uyatda qolganlarni ko'rdim men. Yengilib ba'zan yovsiz qolib birov qarovsiz, hatto cho'qsiz olovsiz yonganlarni ko'rdim men. Bu 5 kunlik hayotda ikki ko'zim hayratda, uyalmasdan uyatda qolganlarni ko'rdim men. Yengilib ba'zan yovsiz qolib birov qarovsiz, hatto cho'qsiz olovsiz yonganlarni ko'rdim men.